Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizga takliflar tushyapti. Kafedralar o'rtasida viktorina o'yinlar o'tkazyapsiz, talabalar o'rtasida ham o'tkazing deb. Mana bugun biz talabalar o'rtasida viktorina o'yin o'tkazish uchun hozirlandik. Ular uchun ajoyib kitoblari nomini topish uchun rasmlarni tayyorladik. Qani ketdik. Kim o'zingizni tanishtiring? Assalomu alaykum. Men boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 101 guruh talabasi Ibrohim Vodinaxon. Tanishganimdan xursandman. Hozir biz axborot rasm markazi bilan birgalikda talabalar o'rtasida viktorina o'yin o'tkazyapmiz. Siz bilan shu o'yinda o'ynaymiz. Qani boshladik. Bu kitobimiz qaysi? Nomini toping. Yashamoq. Yashamoq. To'g'ri topdik. Bu kitobimiz qaysi? Molxona. Malades. Buni ham topdik. Hop. Bu ham tanish kitoblar. Bu qaysi kitob? Bilmayman. Hamma biladigan kitob. Topaman. Rahmat katta qatnashganingiz uchun. Assalomu alaykum. Axborot rasm markazidan qiziqarli viktorina o'tkazyapmiz. O'zingizni tanishtiring. Men Odilov Jomijon To'qajonli Milliy g'oya ma'lumot asoslari huquq ta'limi yo'nalishi talabasiman. Biz kitoblar o'qiganligini bilish uchun qiziqarli viktorina o'tkazyapmiz talabalar o'rtasida. Marhamat, boshladik. Bu qaysi kitob? Yashamoq. Malades. Bu qaysi kitob? Molxona. Molxona. Bu Dostoyevskiyda Jinoyat va jazo. to'g'ri, yaxshi kitob o'qishingiz bilinyapti. Bilasiz. Topasiz. Buni to'g'ri xayolim kelmadi. Bunaqa kitob betligini ko'rmadim. Bor bo'lsa ham bilmayman. Menimcha endi o'qiydigan kitoblarim orasida bor ekan. Daftar hoshiyasidagi mistiklar. Assalomu alaykum. Siz ozgina vaqtingizni olaman. O'zingizni tanishtiring. Men ikkinchi kurs bosqichi Mirzazizov Xayrullo bo'laman. Hamda o'qiyman. Biz talabalar o'rtasida kichkinagina viktorina o'tkazyapmiz. Hozir siz bilan o'ynaymiz. Qaysi kitob? Bu kitoblar. Bu qaysi kitob? Kitobda Ko'zkarish olmadimi? bilmadim. Bilasiz? Rosa. Ularni kitoblarga qarab yuribman. Ha, bo'pti. Rahmat katta qatnashganingiz uchun. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Fozilov Muhammad Amin, biologiya yo'nalishi 4-bosqich 401 talabasiman. Yaxshi, biz axborot rasm markazidan qiziqarli viktorina o'yin o'ynayapmiz. Bunda kitoblarning rasmiga qarab, qaysi kitobligini topishingiz kerak. Qani boshladik. Yashamoq. Yashamoq. Buni bilmadim. Molxonami? Molxona, to'g'ri. Qancha ko'p topish? Buni o'qiganman. Dostoyevskiy, Jinoyat va jazo. To'g'ri. Eng yaxshi ko'rgan kitobim bo'lgan O'tkir hoshiyasidan bitiklar. To'g'ri, malades. Eng ko'p topgan bo'lyapsiz. Buni ham detektivniy asar, hamma biladi. Nomini bilmadim, lekin muallifi Agata Kristi bo'lsa kerak. Yo'q, topolmadingiz. Rahmat katta.